Davom etamiz. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan vatan ozodligi va tinchligi yo'lida xalqning erki, qadr-qimmati, or-nomusini himoya qilishda metin iroda va jasorat ko'rsatgan urush qatnashchilariga hurmat-ehtirom ko'rsatilmoqda. Xorazm viloyati Yangiariq tumanida yashovchi 102 yoshni qarshilagan Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Amin ota Matniyozov holidan xabar olindi. Millionlab yurtimiz asl farzandlari qatori Amin ota Matniyozov ham Ikkinchi jahon urushi janggohlarida mardona jang qilib, o'zining vatanga sodiq ekanligini isbotladi. Otaxon bilan bo'lgan samimiy suhbat chog'ida urush davrida o'zbek xalqini ko'rsatgan iroda va jasorati, urush voqealari va o'sha davrdagi odamlar turmushidagi og'ir qiyinchiliklar, tinchlik qadri, uni asrab-avaylash haqidagi nasihatlari harbiy xizmatchilar va yoshlarga hayotiy saboq bo'ldi. Urush davrida shunday vayronagarchilik bo'lgan davri, ocharchilik ham bor, kiyim ham yo'q. Hozir davrimiz o'ta ketgan shunday yaxshi davr, bunday davrda hech vaqt bo'lgan emas. Tinchligimizni qadrlab yetishaylik. Ham shu yurtimiz tinch bo'lay, farog'at bo'lay. Farog'at bo'lib, ham bolajonlar ellarida sog' salomatgina o'ynab yashab nasib etavergay. Amin ota hayoti davomida Yangiariq tumanida paxta, meva, sabzavot, poliz va chorva ekinlaridan mo'l-ko'l hosil olinishiga o'z hissasini qo'shdi. Harbiy xizmatchilar va yoshlar vatanparvarlikka yo'g'rilgan musiqa va qo'shiqlar kuylab, Amin otani yoshligi va xizmat qilgan davrlaridagi shirin xotiralarini yodga solishdi. 100 yosh bilan yuzlashgan otaxonimizning hayot yo'li yoshlar uchun chinakam halollik, matonat, mardlik namunasidir.